nonushta ichib ketadi, kokteylarni ichib ketishadi. Mashg'ulot qiladi, jismoniy mashqlarni muzikaga solib qo'yganmiz. Har bitta muzikamiz inson organizmiga uyg'unlashgan. Boshga beradigan mashqlarimiz, ko'zga beradigan mashqlar, umurtqalarga, qoringa, yo unaqa songa, oyoqqa, hatto to'piqqa doğru, oyog'ingizni uchidan boshlab, boshingizni, sochingizni tovlasiga, hatto ko'z qarashingizga doğru, mimikangizga doğru nima beriladi, mashq beriladi. Ayollarimizga pastel mashq beriladi. Ertalabda hozir soat 7:30-8 ga keladigan mijozlarimiz jismoniy mashqlarni o'tgandan keyin hammasi ishchilar, ishga boradiganlar asosan sog'lom nonushta qilib ketadi. To'g'ri ovqatlanishib ketadi. Turbanapitga ichadi. Mashg'ulotlarda turbanapitdan keyin kokteyl ichib ketishadi. Har biri 500 grammdan kokteyl ichadi. Shu bo'yi ular kun davomida tushlikka doğru hech qanaqangi ovqat yemaydi. Faqat soat 10 da suv balansini beradi. Perekursga ho'l meva, quruq meva yeydi. Boshqa hech nima yemaydi. Faqat tabiiy kokteyl ichadi. Keyin soat 1 da 250 gram tirik suv, yana ovqatlanishdan 15 minut oldin suv ichib olgandan keyin issiq ovqat, albatta svejiy salat yeydi, nonsiz. Shu bo'yi soat 4 da yana perikurs, yana 250 gram suvni ichadi, ho'l meva, quruq meva yeydi. Bo'ldi, shu bilan 17 eng oxiri nimada 19-7 gacha bo'lish kerak. Yegan ovqatning kaloriyasini yo'q qilish kerak-da. Unda ham 250 gram suv ichadi 15 minut burun. Undan keyin issiq ovqat, svejiy salatini yeydi. Yotarda 9 ga borib, kimnidir qabziyati bor, kimnidir yo'q, kimnidir yuragida muammosi borlarimiz beta-hart yurganimiz beta-hart suvga qo'shib ichadi, yo qatiqqa qo'shib ichadi, o'zlarini nimasiga qarab. Yo bo'lmasa bir stakan qatiq ichib yotadi. Boshqa bizda och qolib ozilmaydi. Och qolib vazn tashlamaydi. Mahsulotlarni tashlaydi. Shuning uchun 18 kilo, 20 kilo, 50 kilo vazn tashlaganimiz ham tirishmaydi, osilmaydi, burishmaydi, tabiiy, chiroyli. O'zini asl holatiga qaytib keladi. Skeleti qanaqa bo'lsa, shunaqa bo'lib qaytadi. Shu bizning farqimiz shu. Boshqa haligi diyetologlardan farqimiz shu. Och qolmaslik kerak bizda. Organizm och qolsa, keyin stressga tushadi. Nima bo'ladi? Ko'p ovqat yeb qo'yadi. Ko'p ovqat yeb qo'yish natijasida oshcha yog'lar yig'ib oladi yana. Yig'ib oladida, yegan ovqat yoqqa parchalanib qoladi. Bu biz zavtri beraman, u narsa mahsulotlar beraman deyapsiz-ku, bu tabiiy mahsulotlardan organizm yetarli darajada ozuqani olib turadi. Kokteylarimiz bor, ichida 114 xil vitamin, mineral, antioksidantlar bor haligina. Inson organizmiga kelgan kerakli. Turbanapitkalarımizda kletchatkalar bor, ichida dush hisoblanadigan mahsulotlar.